Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda harbiy xizmatchilarning pensiya miqdori oshirilishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiy xizmatchilar pensiyasini oshirilishi mumkin. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Qonun loyihasi bilan harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolari davlat pensiyalari bilan ta'minlanishining huquqiy asoslarini qonun bilan belgilash, ushbu pensiyani tayinlash shartlari, turlari, miqdorlari va tartibiga oid normalarni takomillashtirish nazarda tutilmoqda. Xususan, harbiy xizmatda 30 yildan ortiq xizmat qilganlar uchun pensiyaning bazaviy miqdorini aniqlashda ish haqqining hisobga olinadigan miqdorini 75% dan 100% ga oshirib, shuningdek, pensiyaning tayinlashda asos bo'ladigan pensiyani hisoblash bazaviy miqdorini 10 baravaridan kelib chiqib hisoblash amaliyotini 12 baravaridan kelib chiqib amalga oshirish taklif etilmoqda. Deputatlar fikricha, mazkur qonun loyihaning qabul qilinishi harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish samaradorligi va harbiy xizmat jozibadorligini oshirish, pensiya ta'minoti sohasidagi munosabatlarni aniq tartibga solish, shuningdek, huquqni qo'llash amaliyotida barqaror va yagona mexanizmlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Majlisda qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Avvalroq O'zbekistonda harbiy xizmatchilar o'rtasida Ma'naviyat qalqoni Respublika kitobxonlik bosqichi g'oliblari elektromobil bilan taqdirlanishi to'g'risida xabar berilgandi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.